Bugun Husanjon bilan ikkalamiz Mirzo Ulug'bek bog'iga boramiz. Hamma o'yinlarni o'ynaymiz, hamma narsani ichamiz, dada. Hammasida uchamiz o'g'lim. Qizim, sen ham borasanmi? Yo'q oyijon, men dars qilishim kerak, kitob o'qishim kerak, bora olmayman. Men boraman. Opang bormasa, sen ham bormay qo'ya qol. Nimaga men bormasligim kerak? U bormasa, o'zim boraman. Yo'q, opang bormasa, sen ham bormaysan. Uyda qolib menga yordam berasizlar. Har doim sen kasofani deb uyda qolib ketaman. Bo'ldi, gapni ko'paytirmanglar. Bugun Husanjon ikkalamiz bog'ga borib aylanib kelamiz. Yanagi dam olish kuni Oyjon bilan sizlar borasizlar. Voy o'zim dadajonim. Bo'ldi, gap tamom. Shu erkatoyingizni biram tartaytirasizki. Alam qilsin. Qizim, opa ukasizlar-yu, uyat bo'ladi. Bir-biringizga yaxshi muomala qilishga o'rganing. Qani, olinglar. Ola qolinglar. Olinglar, sovmasin. Husanjon, choyini ich. Ol. Charos qizim, telefonni ko'tar. Har doim Rahmat shunaqa. oyijon. Endi ovqatlanaman desam nuqul telefon jiringlaydi. Oling dadajonisi. Dada, sizni so'rashyapti. Kim ekan? Bilmadim. Ovqatlangani ham qo'shmaydi-ya. Ovqat paytida telefonni o'chirib qo'yaylik desam ko'nmaysiz. Ol Charos, choyini ich. Choying bormi Husanjon? Choy quyib bering. Labbay. Assalomu alaykum. Men do'stingiz Amruqul aka ukalari Alisher bo'laman. Telefoningizni akamlardan oluvdim. Uka, yaxshimisiz? Akangiz tuzukmi? Rahmat. Men Nexia'mda Toshkentga yo'lovchilar tashiyman. Yonimda jiyaningiz o'tiribdi. Uydagilar teatrdan tog'angni topasan deyishgan ekan. Teatrdan topolmasdan sarson bo'lib yuribdi. Sizga katta rahmat uka. Lekin jiyanim o'zi loaqal telefon raqamimni bilish kerak-ku. Bilmas ekan, nima qilay? Mayli. Jiyanim bo'lsa olib keling uyga. Bo'pti, manzilingizni ayting. Yunusobod bozoriga ketaverishda chap qo'lda yoqilg'i quyish shoxobchasi bor. Ana o'shani oldida kutib olaman sizlarni. Bo'pti, kelishdik Aziz aka. Xo'p. Ketdik. Ovqatingiz ham sovib qoldi. Uyimizni bilmaydigan yana bitta jiyanim kelyapti. Mehmonmi? Mehmonjon. Dada, endi boqqa bormaymizmi? Boramiz o'g'lim. Har doim shunaqa deysiz, olib bormaysiz. Yo'q o'g'lim, sharoitga qaraymiz. Dadajonisi, bolani ko'nglini cho'ktirmang. Bormaymiz deyotganim yo'q-u. Ha, oldin jiyanim kimligini, nimaga kelayotganini bilaylik. Mehmon, yangi uyga ko'chib kelsak ham ulardan qutula olmaymiz. Birpasda topib olishadi. Bo'pti, gapni ko'paytirmanglar. Qani, bugun idishlarni yuvish kimniga hali? Ana, ro'yxat osilgan. Juda yaxshi qilibsan. Ana endi kimniga hali deb talashib yurmaysizlar. Seningni miyasi baloda ishlaydi-ya. Ha, meniki ishlamaydimi? Seniki ham ishlaydi, qizim. Lekin chala ishlaydi-da. Oyi, meni bilasiz. O'zimni erkata qizim. Qani o'g'lim, turing endi. Mehmonlarni kutib olamiz. Yuring. Yura qoling o'g'lim. Dadajonisi, jondek jiyaningiz yigit kishi ekanmi yo qiz bolami? Bilmadim. Kelgandan keyin ko'ramiz kimligini. Yur o'g'lim. Assalomu alaykum Aziz aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Rahmat. Uydagilar, qarindosh urug'lar yaxshimi? Hammalar yaxshi. Sizni so'rab yuborishdi, salom aytib yuborishdi, ko'pdan ko'p duo qilishdi. Ha, salomat bo'lsin, Aha. rahmat. Aziz aka, endi men boray. Uyga kiring, choy ichamiz. Rahmat aka, keyingi safar. Yaxshiyamki siz bor ekansiz. Yo'qsa bu jiyanim katta shaharda adashib qolarmidi? Qani, choy ichamiz. Rahmat, mijozlarim ham kutib qolishdi. Mabodo qishloqqa bu narsa jo'natmoqchi bo'lsangiz, olib borib beraman. Rahmat, mayli, ko'rishguncha. Sizga rahmat ukajon. Rahmat Salomat aka. bo'ling. Sog' bo'ling. Xayr. Xayr. Oq yo'l, rahmat. Qani yur. Voy voy. Ha, Mohiraxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'laringiz Sog'lar yaxshimi? yaxshimi? Ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Tuzumsizlar? Charchamasdan. Nabirajonimni bog'chadan olib kelyapman. Voy voy voy, biram sho'xey, biram sho'xey. Ko'rinishidan hech ham bunaqaga o'xshamaydi buningiz. Voy, hammasi ichida buni. Sho'xligi ham, quvligi ham. Hay. Hay bola, men senga necha marta aytdim, devorga chizma deb. Nega chizasan birovni devoriga? Chizma bolam. Chizma dedim. Qo'ying busi, urushmang. Chizar. Balki bu bola katta bo'lsa, rassom bo'lar-a? Rassom emas, yozuvchi bo'laman. Yozuvchi bo'laman deydimi? Ko'rdingizmi shumtakani? Endi Mohiraxon gap bundoq. Mahallamizda yolg'iz qolgan kampirlar juda ham ko'p. Shularga ozgina yordam qilsangiz, savob bo'lardi-da. Xo'p bo'ladi opajon. Nima qilishimiz kerak? Ha, endi nima qilardingiz? Tansiq ovqat qilsangiz, olib chiqing. Haligi o'g'lingiz bilan qizingizga ayting, ularni nonponidan xabar olib tursin. Aytganday, eringizni mashinalari bor, a? Mashinalarida ba'zida haligi bozor o'char qilib bersalar, juda ham yaxshi bo'lardi. Endi opajon, bularni vaqtlari bo'lmaydi. Men o'zim qilib beraman. Voy, eringiz rejissyorman deb yerdaymasin. Unchalik mahalla ko'yga aralashsin. Opajon, xo'jayinim juda ham kamtar odamlar. Ha, uzr, kamtar bo'lsa mahallaga aralashsin deyapman. Yana gaplarimga xafa bo'lib yurmayman. Qarag'an, xafa bo'lmang, bo'ptimi? Bo'pti, sog' bo'ling. Qani Asaltoy, tur o'rningdan bolam, tur. Qani ketdik. Asal. Qani yur, xolangga xayr deb qo'ygin. Xayr, chiqib Bo'pti, turinglar. xo'p, chiqinglar sizlar ham. Qishloq joyidami? Joyida. Otangiz qayerda ishlardi, qizim? Otam olamdan o'tganlar. Shunaqami? Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Onam aytdilarki, Aziz tog'ayni oldiga borgin. Juda ham mehribon, oq ko'ngil inson dedilar. U senga yordam beradi, ish topib beradi. Shunga keldim. Onangiz ishlaydilarmi? Ha? Farroshlar maktabda. Dada, boqqa bormaymizmi? Shoshmay tur. Endi odamning yoshi o'tgan sari esi kirdi chiqdi bo'lib qolar ekan. Uzr, shuning uchun sizni tanimayroq turibman. Ammangizni o'g'li Qo'chqor pochcham bor-ku? Ha, Qo'chqor akam. Ha, o'sha Qo'chqor pochchamning qaynukasini qizi bo'laman. Qaysi qaynukasini? Ha, Qo'chqor akani, ya'ni yangamizni 10 ta aka ukasi bor edi. Ikkinchi ukalari Toshmat akani qiziman. Bo'ldi. Endi tanidim. Oldinroq shu gapni aytmaysizmi? Demak, rahmatli Toshmurodjonning qizimisiz? Ha. Endi uzr singlim. Ishlar bilan ovora bo'lib, qarindosh urug'chilikni esdan chiqarib qo'yimizda, uzr jiyan. Tog'ajon, barcha umidimiz sizdan. Xudo xolasa yordam beramiz, xo'p. Rahmat.
Yangi qo'shnimi? Kelish. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy voy. Tavba. Qara. Kelaverisharkanda. Ha. Bir qarasang, bolali ayol. Bir qarasang, barvasta kishi. Xotin xalajmi? Nimasini aytasiz? Kelaverarkanda. Men ham shunga hayronman. Lekin men bo'lsam bir kun ham chidamagan bo'lardim. Voy taraqa turqiroq kunda jo'nab qolgan bo'lardim. Bularni sabr toqatini qarang. Choyga qarang, Mahliyaxon. Rahmat. Xo'sh, endi bu singlim qaysi institutga kirmoqchimiz? Bolaligimdan qo'shiq aytishni yaxshi ko'raman. Ha. Shunga san'at institutiga o'qishga kirsam, san'atkor bo'lish orzuyim. Yaxshi. Bolaligidanoq san'atkor bo'lishni orzu qilmagan odammi o'zi bo'lmasa kerak. Bilasizmi singlim? Oliy o'quv yurtiga kirish imtihonlari tamom bo'ldi-yu. Biror iloji yo'qmi, tog'a? Yaxshisi singlim, qishloqqa qaytib keting. Yaxshilab tayyorgarlik ko'rib, yana yil qaytib kelasiz. Qaytib ketishga pulim qolmadi. Pul beraman. Tog'ajon, shu yerda ish topib bersangiz, ishlasam, uyga 1-2 so'm pul ishlab borsam dedim. Singlim, shaharda propiskasiz ishga qabul qilishmaydi. Aziz aka, uyimiz yonidagi kafeda ofitsiantkalar kerak deb e'lon qo'yishdi. U yerga ortiqcha hujjat talab qilishmaydi, dadajonsi. Baraka topkur, ofitsiantkalik qiz bolaga to'g'ri kelmaydi. Har xil odam bor. Men turmushga chiqqanman. Bitta bolam bor. Eringiz bormi? Erim bor edi. Yer emas u. Qora yer. Hech qayerda ishlamaydi. Onasini yelkasi. Menga esa pul topib ber deb o'shqiradi. Belida belvog'i yo'q ekanda eringiz. Ha, bolani tug'dirib qo'ygandan keyin boqmaydimi erkakka o'xshab? O'zi betayin erkaklar ham ko'pda. Jabrini xotin kishi tortadi. Shunaqa otalarni ko'rsam-chi, bo'g'ib o'ldirib qo'ygim keladi. Hey, Oxiri chiday olmay, bolamni olib onamnikiga qaytib keldim. Onam sizni esladilar. Tog'ajon, qora tortib oldingizga keldim. Iltimos, yordam bering. Xo'p singlim, xo'p. Xo'sh. Endi bu ishlaymizmi? O'qiymizmi? Ham o'qib, ham ishlasam dedim. Ha, yaxshi. Men bugun boqqa boraman. Sen ham bormayman. Kachelidan tushib qolsang sinasan. Yoki sen olib ketingmi-kina? Sen ko'tarib yuramanmi? Dada! Qachon boqqa boramiz? Shoshmay tur, o'zi bog'im chiqib turibdi hozir. O'g'lim, dadang nasiblariga tegmagin jonim. Dadangni mehmonni oldida izza qilma o'g'lim. Boqqa albatta olib boradilar. Tushundingmi? Olib borarmikinlar? Olib boradilar, jim o'tir. Bu yoqqa yuring. Bu yoqqa nima qilamiz endi? Nima qilardik? Umid bilan kelibdi. Yordam beramizda. Qanaqa qilib? Kafeda ofitsiantka bo'lib ishlay qolsin. O'ziga mahkam bo'lsa nima, erkaklar uni yeb qo'yarmidi? Keyin ofitsiantkalarning kundalik tushumi bor. Har qalay oylikka qarab sarg'ayib o'tirmaydi-da. Menga qarang. O'zingiz ishlayotgan tikuv sexiga ishga olib kirsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, dadajonisi. Menda faqat usta tikuvchilar ishlashadi. Keyin unga o'rgatishga vaqtim ham yo'q. Ha, baraka topkur. Vaqtingiz bo'lganda o'rgating. Begona emas u. Nima ham qilardik? O'rgatamiz-da.
Axir jon dey jiyaningiz. Ha, bo'ldi, kesatmang. U mavzuga qaytmaymiz. Men bugun endi Husanjonni boqqa olib boray. Har qalay va'da qilganman u. Husanjon, yur o'g'lim, boqqa boramiz. Urra! Boqqa boramiz, urra! Ey, tapillatma. Ashraf xolang yugurib chiqadi hozir. Men hozir bog'ga ketyapman. Tushunlaringmi? Bo'pti. Men hamma yo'lni yig'ishtirib chiqdim. Sen changlarni artib chiq. Aytmasangiz ham artaman, aql o'rgatmang. Sendan katta bo'lganim uchun aql o'rgataman. Tozalab artgin, tushundingmi? Tushunmadim. Mendan kichkinasan, bilib muomala qilgin. Ey, boringi. Tiling chiqib qoptimi? Yana nima bo'ldi? Qarang, aql o'rgatyaptilar. Charos qizim. Sening nasabiga tegmagin, u bilib ishini qilaveradi. Doim shuni yonini olasiz, savil. Bo'ldi. Hech bo'lmasa mehmondan uyalinglar. Husanjon, sekinroq o'g'lim. Fransuz atrupalari bor, Mohira opa. Oling, mana ko'ring. Ozgina sepsiz, Azzaka atrofingizdan ketolmay qoladi. O'g'loy singlim, atirlarim juda ham ko'p. Juda ham pishiq ayolsizda. Mendan ham biron nima oling axir. Maylimi bitta ko'rsam. Voy, jonim bilan bemalol. Mana. Bu qiz kim bo'ldi? Bu qiz meni jiyanim, qishloqdan kelgan. Hech bo'lmasam, jiyaningizga olib bering, Mohira opa. Qo'shnilarga o'xshab, siz ham mendan biron nima oling axir. Hidini yaxshiligini. Sizga yoqdimi? Ha. Oling, Mohira opaning hurmatlari, sizga arzon qilib beraman. Jon deb olardim-u, pulim yo'q-da. Nega unaqa deysiz? Olib bering, Mohira opa. Jiyaningizni sazasi o'lmasin. Olib bera qoling. Qancha turar ekan? Bozorda 20 ming. Mayli, siz uchun 15 ming qilib beraman, opajon. Bo'ladimi? Mayli. Bera qoling. Voy, Xudoga shukr. Oy. Rahmat. Mana bu boshqa gap. Ana, bugungi bayi siz ochib berdingiz. Axir anchadan beri orzu qilgan ekansiz-ku. Voy, shuni ayting, Mohira opa. O'g'loy, Labey, men ishga ketishim kerak. Voy, uzr Mohira opajon, kechirasiz. Bo'ldi, mana ketyapman. Ha, aytgandek, yangi narsalar kelsa, albatta olib chiqaman. Xo'pmi? Xayr. Yuring, Mahliyaxon. Assalomu alaykum qizlar, xormanglar. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum.
Bu qiz meni jiyanim, qishloqdan kelgan. Mahliyoxon. Endi qizlar shu qizni yaxshi tikuvchi qilib berasizlar. Xo'p, bo'ladi opajon. Mahliyoxon, shu qizlar nima desa Xo'p, shuni opajon. qilasiz, xo'pmi? Mayli qizlar. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Yaxshimisiz? Mahliyoxon, o'zi mashina tikkanmisiz? Uyda mashinamiz yo'q. Shunaqa deng. Mayli. Mashina uyingizda bo'lmasa, bizda bor. Agar kunt qilsangiz, birpasda o'rganib olasiz. Nahotki harakat qilaman. Harakatda gap ko'p. To'g'ri aytasiz. Unda qarang. Labay. Assalomu alaykum Mohir opa. Men ammangizni qaynasinglisi, Norposhaxonning qudasi, Sharofat oyi opasini kelini bo'laman. Voy, Esladingizmi? uzr, eslolmadim. Qaynoukangizning ukalari Ergash akani o'g'lini sunnat to'yida go'ja oshi ichgan edi. Ha, esladim. Go'ja oshi sizga yoqib qolgan, ichgisi kelganda men olib kelib bergandim. Opa, tikuv sexim bor degandingiz. Men ham sizga havas qilib tikuv sexi ochuvdim. Yordamingiz kerak bo'lib qoldi. Menga 30 metr chit, 20 metr adres, 15 metr pistolet Ha, xo'p, albatta jo'nataman. Olishim bilan pulni jo'natib yuboraman, opajon. Ay, go'ja yoshi ichmay har balo bo'lay. Dada, yana kelamizmi? Aqlli bola bo'lsang, kelaveramiz. Aqlli bolaman-ku. Ha, aytganimni qilsang, ko'chaga so'ramasdan chiqmasang, opalaringni hurmat qilsang, og'zingdan yomon gap chiqmasa-chi, yana albatta kelamiz. Tushundingmi o'g'lim? Tushundim, dada, Bo'p, tushundim. yur. Chaqirdingizmi Mohir opa? Ha, Madina. Mana qog'ozda yozilgan matolarni bozordan olib chiqib qo'y. Qishloqqa jo'natishim kerak. Xo'pmi? Xo'p. Rahmat. Xo'sh, Mahliyoxon? Ishlar qalay? Voy opajon, yuragim siqilib ketdi. Chidolmayman, qiyin ekan. Osonlikcha non topib yeb bo'lmaydi, singlim. Opajon, bir osonroq boshqa ishingiz yo'qmi? Yo'q. Asta-asta, qunt bilan, chidam bilan o'rganasiz. Xo'p, sizni qiynab qo'yaman-da, opa. Boshqa ilojimiz yo'q. Yaxshi tikuvchi bo'lsangiz, o'zingizga foyda. Hali qishlog'ingizga zo'r chevar qilib jo'nataman. Unda harakat qilaman, opa. Yaxshi. Xo'sh, Nargizaxon, ishlar qalay? Mana uni Yangi ko'rib bering, modellarimiz to'g'ri bor. qilyapmanmi? Qatmim katta emasmi? To'g'ri, katta emas. Rostdan ham zo'r tikuvchi bo'lamanmi? Albatta bo'lasiz. Mohir opam aytdilar, Voy, rahmat. kunt kerak xolos. Juda soz. Voy. Qara. Juda ham chiroyli oqishlari. Ular bir-biriga juda ham sodiq bo'lishar ekan. Yo'q. Biri nobud bo'lsa, ikkinchisi ham o'zini o'zi o'ldirar ekan. Qizig'i. Ha. Ana bunisi menga yoqib qoldi. Menga esa bunisi. Jonimga tegib ketdi shu. Kim ekan? Bilmadim. Yana o'sha bo'lsa kerak. Telefon qilib yaxshilab ushlaysanmi? Telefon qilsam ko'tarmayapti. Telefon qilganda yaxshi gapirib, kimligini bilib olgin. Labbay. Allo. Eshitaman, yaxshi yigit. Gapiring, qulog'im sizda. Bu men Nodirman. Qaysi Nodir? Eslolmayman. 10 kuncha oldin dadamlar bilan sizlarnikiga o'tdik. Telefon raqamimni qayerdan oldingiz? Ha, o'sha kuni oyim hammalaringizni telefonlaringizni olgan ekanlar. Xo'p,
Meni asabimni o'ynashda maqsadingiz nima? Bilasizmi? Men siz bilan gaplashishga jur'at qila olmay yurdim. Nima demoqchisiz? Siz bilan uchrashsak demoqchiman. Damingni ol. Battar bo'kin. Boplading. O'lgudek jonimga tegib ketdi.